10-15 daqiqa avval dasturxonga kelib o'tiraylik. Duo ijobat bo'lar. 150 emas, 200, undan ham oshiq. 250% duo ijobat bo'ladi. G'az og'iz ochishga 5-10 daqiqa qolganda hamma yo'lni qo'ying dasturxonga. Termulib o'tirib, istig'for aytib, tahlil aytib, Allohdan so'rab o'tiring. Shu paytda nima desangiz qabul bo'ladi. Chunki Xudo uchun ochlikka, chanqoqqa hammasiga chidadik. Pulimiz yo'qligidan emas. Nonimiz yo'qligidan emas. Hamma kelib o'tirganda Alloh taolo rahmat nazari bilan qarar ekan. Ey Jabroil, nima qilyapti bandalar? Ular kuni bo'yi yemadi, ichmadi. Asabi buzilsa ham sabr qildi, hamma yo'qqa, issiqqa, sovuqqa chidadi. Hozir kelib sen yaratgan noz-ne'matlarni qo'yib o'tirishibdi. Nimaga yeyishmayapti? Bilsa ham so'rar ekan. Qo'lini uzatsa yetmaydi, yetadi hamma yo'qqa. Puli yo'qmi? Kunduzi ham pulimiz bor edi, yemadik. Allohdan qo'rqqanda. Hozir ham yetar, yo'q, nimani kutyapti? Sen belgilagan vaqtda ruxsatingni kutyapti. Sen ruxsat berishingni kutyapti, yo Rabbim. Alloh taolo xursand bo'lib ketar ekan. Har birini qalbiga kir. Qalbida nima bor ekan? Ijobat qildim deydi ekan. Ush paytda duo qilib o'tiring, qalbingizdan o'tkazib. Telefonda o'tirmang, televizorni ko'rib o'tirmang. Ba'zilar bor-da, ko'chada o'tiradi. Daras kerak, salor dasturxoningni hozir kiraman. O kirib olsa ham telefonda o'tiradi. Voy, simsim откройся deganda haligi duolar ijobat bo'ladigan vaqt kirganda telefonga balo bormi? O'zing uyali aloqani olamdan Robbisi bilan aloqaga chiqgan shu vaqtda. Xudoni deb yurmadingizmi hammasiga chidab? Endi nima deb qo'yadi? Lippillarda tipirchilab qopmizmi? Yo'q, yig'ishtiring hamma yo'qda.